Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugundan boshlab Tengi biznesda yangi formatida tadbirkorlar bilan intervyu boshlaymiz. Bugun biz Elzo zargarlik do'kondamiz. Keling birga tanishib intervyu olamiz. Assalomu alaykum Zibinisa opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alhamdulillah, keling. Bugun biz tadbirkorlardan intervyu olamiz. Iltimos o'zingiz haqingizda bizniki obunachilarga sal ma'lumotlarni aytib bersangiz, nima bilan Bajonida ishlayapsiz va nima o'zi biznesingizda? Bizda bizneslarimizni turlari 2-3 xil. Bu biznesim haqida aytib beradigan bo'lsam, asosan biz kumush mahsulotlari, kumush metallari sotamiz. Bizda естественный toshlar ham bor, toshli narsalar, tabiiy toshlardan qilingan narsalar bor. Biz klientlarga iloji boricha arzonroq narxda sotamiz, chunki tovar o'tirib qolmasdan tez-tez aylanishi uchun. Bunday biznesmen ham yaxshi dohod oladi, oluvchi ham xursand bo'ladi. Hozir hammada ham iloji yo'q. Hozir aytishlari bo'yicha odamlarda krizis davridan o'tib tugayapmiz. Alhamdulillah yaxshi o'tib oldik. O'shaning uchun shu sababli biz arzonlashtirilgan skidkada qilib sotyapmiz narsalarimizni. Chunki deganda tezroq aylansa biznes, yaxshiroq foyda bo'ladi, yangilik bo'ladi. Narsani ushlab turishdan foyda yo'q. Endi Tengi bank hamkorlik qancha sizda bo'ladi? Bu ma'lumot bizga ko'p yordam beradi. Ertaga bank rivojlantirish uchun, tadbirkorlar uchun eng zo'r narsalarni qilish. Tengi bankdan kredit olishimni tarixi boshqacha bo'lganda, men banklarga kirib chiqqanman, menga berishmagan kredit. Menda sal ozgina qiyinchilik bo'lib qolganda, menga tovarga ko'proq pul kerak bo'lgan. Men Allohga tavakkal qilib bankka kirganimda, menga ular необычный limitlarni tushuntirishganda men hayron qolganman. Qanaqasiga? Mana shuncha meni kreditim bor, yana menga chiqarish mumkinmi deb. Menga o'sha yerda Firdavs degan bola, ismi ham bir ajoyib, jannat ismim. Juda yordam bergan Firdavs, Alloh rozi bo'lsin, iloyim martabasi ulug' bo'lsin. Rahmat unga. Menda yiqilishda bo'lgan odamga qo'llavordida, Tengi bankka ham juda ham rahmat. Menga kredit chiqarib berishdi. Ular menga tushuntirdi. Dasrochka yopib yuborsangiz, kattaroq limit chiqariladi. Cho'rniga tushmang. Men shartda ishimni qildim. O'zimga kerakli narsani kirgizdim. Juda ham normalniy tovarlar kirgizdim. Ularni sotilgan pulini shartda olib, dasrochka kreditni yopdim. Endi hozir men vopros tashlash nimasidaman. Menga yana kattaroq limit beriladi. Shunga umid qilib turibman. Zibinisa opa, kattakon rahmat intervyu bo'yicha. Biz albatta bank tomonidan, reklama tomonidan podдержка qilamiz biznesni. Rahmat. Ishlaringizga omad. Biznes rivojlantirsin. Ko'proq klient bo'lsin. Rahmat. Rahmat.